odamlarni o'zidan investor yaratish mumkin. Da. Bizaga Yoki bitta aksioner investor yaratish mumkin. Oddiy aytganda, Da. o'sha investorga qarash bo'lmaydi. O'zbekiston o'zini loyihasi bo'ladi bu keyin, demoqchiman. O'zini loyihasi bo'ladi, uni dunyodan любой kishi moliyalashtirish mumkin. $1, $2, $10, $100 hammasi moliyalashtiradi. O'sha milliardni yig'ib bilamiz. tushundim. Meni qiziqtirayotgan savol nima? Abdurahmon aka. Mana ayni paytda adashmasam, taxminan 3 million nari beri yoshlarimiz asosan qora ishchilik qilib yuribdi, migratsiya anaqa chet ellarda, Rossiyada va hokazo urushga olib ketib qolgan va muammolar deyarli juda ham ko'p. Uni xohlaymiz o'zimizda olib qolsak, shu yerda xor bo'lmasa yoki malakali ishchi sifatida uni taklif qilsa, iqtidoridan kelib, u boshqa gap, unga odamdek muomala qilsa, lekin ko'pchilik o'zi ish qidirib chiqib ketyapti. Ularni olib qolishning yo'li qo'shimcha qiymat yaratadigan yangi o'sha texnologiyalardan foydalanish, eng ilg'or yangiliklarni qo'llash. Agar biz shu sohaga kuchimizni qaratsak davlat darajasida, biz o'sha chetga 3 million odamni chiqib ketishdan olib qola olamizmi shu yerda o'zida? Ya'ni shu yerda o'zida shu katta bozor qilib bera olamizmi shuni? Da. Qarang, bitta loyihani o'zi, bitta Sui degan loyiha, u prosta loyiha, 20 kishi ishlab chiqargan loyiha, 20 ta programmist ishlab chiqargan loyiha, hozirgi vaqtda ulushi bozordagi ulush $13 milliard. 20 ta inson qilgan narsa $13 milliard ga baholanyapti. Unaqa proyektlar soni mingta. Ya'ni texnologiyaga ko'proq urg'u berishimiz kerak biz. Tushunarli. Demak, birinchi aytganingiz odamlar salohiyatli odamlar, ikkinchisi davlat o'sha ochiq bo'lish kerak. Nimalarga mana shu sohaga kirib ketish ochiq bo'lish kerak, cheklovlar olib tashlash kerak. Yana nima oldimizdagi masala? Mana bu hozir belgilangan litsenziya uchun belgilangan ular bor-ku, tariflar o'sha bojlar, o yana kosmos narxda belgilangan. Nima uchun belgilangan shular deb o'ylayman? Chunki davlat ham ularni o'g'ri sifatida qaraydi. Agar o'g'irlab ketishsa, badali orqali to'lash uchun. Shu zararni oldindan nima qiladi? 27 milliard so'm atrofida litsenziya kirib kelishga davlat boji. Qarang, siz как biznesmen, qarang. Siz davlatga kirib kelmoqchisiz, 27 milliard bunday qaraysiz. Hovli bu davlatdan foyda. Biznesmen shunaqa o'ylaydi, hovli bu davlatdan foyda ola bilamanmi, yo'qmi? Dubayda qanaqa shunaqa litsenziyani? Tekinmi? Free zonada ochishingiz mumkin. U yerda nalog yo'q kriptovalyutaga. Yo'q. Litsenziya uchun yo'qmi? Yo'q.